Assalomu alaykum. Chorva Arashan kanalining ashaddiy obunachilari, chorva qo'y ishqibozlari. Akalar, bugun hafta kunimizga chorshanba 17-sentyabr 2025-yil. Syomkalarimiz Namangan viloyati Namangan tumani, Sharzonchilar qishloq Tepaqo'rg'on qishlog'idan olib boryapmiz. Videoni oxiriga ko'rtinglar, qo'yiladi. Oftum yerdan so'raganlarga tozalaridan kelib. Bu qo'chqorni qaranglar, mashalloh, hammasi xudo xolasa mashindan qochyapti ekan. $3000 qo'chqordan. Bu yerda ona bola so'raysizlarmi, qo'zi so'raysizlarmi, hammasidan bor ekan, xudo xolasa. Qo'chqorni qaranglar, necha bittadan like bosib ketaylik qo'chqorga. Mana toza narsa. Haqiqiy ikki tishga chiqdi jonivor. Mana qo'zularidan so'raganlarga qo'zularidan hammasidan bor ekan, xudo xolasa. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Bizda har doim xudo xolasa mana bunaqa sifatliklaridan chiqib turadi. Oftum yerda ko'zimdan kelib ko'rib olaman degan gap lokatsiyalar berilar ekan. Bitta, ikkita desalar ham bemalol bechkalaringga video qilib, o'sha metrlab chiroyli qilib tashlab berishaver ekan, bemalol olaveradigan yer ekan. Bu yerda bo'g'oz so'rasalar, xudo xolasa bo'g'ozlari ham bor ekan. Mana o'zlaring ko'ryapsizlar mana. Xudo xolasa qo'chqor tingan yo'q jonivor. Mana qo'chqorda haqiqiy mana tozasidan qochyapti. Mana haqiqiy ishqibozlari bo'lsa, aloqa bu yoshligida 3000 ga olingan obunachilar, yosh qo'ziligida 3000 ga olingan ekan. Xudo xolasa mana shu qo'ylar ikki tish, 4 tish variantlari mana ishqibozlariga mana bunaqa toza sifatli qo'zlar ham bor ekan bu yerda mana. Hammasidan bor. So'raganlarni topasizlar, oftum yerda kelganmiz. Xudo xolasa mana jonivorlar haqiqiy taniqlaridan. Xo'p, narxini bemalol kelishaverasizlar, kelib ko'z bilan ko'rsalar, bitta ajratasam, ikkitami dastlabki xizmatlarni uylaringizga tekin qilib yetkazib berish ekan. Yedirib, ichirib, ko'rib bemalol pulini keyin sanab beraver ekansizlar. Hammasidan bor ekan. Xudo xolasa mana qo'ra to'lib yotibdi. Mana jonivorlar quloqlarini qaranglar, jonivor haqiqiy mana toza narsa olaman deganlarga o'ta taniq variantlaridan. Hop, bemalol o'sha bitta so'raganga ham yetkazib berish ekan. 12 viloyatga xudo xolasa so'rasalar, mana bular qaranglar, mashalloh. Ana uni bolasidanmi deyman tashi. Qo'chqorcha. Gap yo'qmi, qaranglar, obunachilar. Hammaga nasib qilsa mana bunaqalardan boqish, ko'paytirib yurish. Turgan puldan foyda olib tashlaylar mana, toza narsalar kelgan yerda. Mana ona bola ekan, mana bu ham jonivor, bolasi ham o'ta sifatli ekan. Xo'p, narxini qo'ydi tanlashlaringga necha pul, necha oyligini, qandaqasini desalar, o'shanga qarab chiqarib sizlarga lechkalaringga tashlab berishaver ekan. Ko'rib yoqtirsalar, narxini kelishaver ekansizlar. Obunachilar bayda, chunki narxlab beraylik desak, hamma turidan bor ekan. Bu yerda qo'zi deysizlarmi, hammasidan to'g'li, endi qo'chqorga qo'shadigan qo'zi hammasidan bor ekan. Xudo xolasa mana ishqibozlari aloqaga chiqaverasizlar. Qo'y Namanganda, Tepaqo'rg'onda turibdi. Mana toza narsa olaman deganlarga hammasidan chiqaver ekan, xudo xolasa. Kanalga obuna bo'lib qo'ysalar, bizda har doim mana shunaqa yerlardan chiqib turadi, oftum yerlardan. Xo'p, o'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lib qo'yinglar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.